Bunaqa chiroyli uyda yashashni orzu qilmagan odam menimcha bo'lmasa kerak. Juda ham chiroyli qilib ta'mirlangan ekan. Avtorskiy proyekt asosida qurilgan va ta'mirlangan. Uch qahramon postdan bor yo'g'i 3 kilometr kirganda Guliston mahallasida joylashgan. Orientirimiz Guliston masjidini orqa tomonidagi mahalla bo'lyapti. Bu degani uyimizning hamma xonasidan 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Uyimiz 308 sotix 6 ta xonadan iborat. Hozir sizlarga mana shu dang'illama hovlimizni kiraverishidan boshlab planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiraverish darvoza xonamizda joylashgan. 2 ta mashina bemalol sig'adi. Bu yerda mashina uchun alohida darvoza va paradning eshigini ko'rishingiz mumkin. Paradning eshigidan kirishimiz bilan chap tomonda hovlimiz uchun sanuzelimiz joylashgan. Uyimizning darvoza xonalarigacha shunaqa lyustra ilingan ekan. Hovlimizda bo'lsa shunaqa chiroyli yozgi oshxonani va zelenoy zonani ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Yozgi oshxonamizni ham ko'rib turganingizdek hamma sharoitlari bor. Bu yerda o'zini gaz plitasi, qozon o'chog'i, bu yerda mangal zonasi, moykasi bilan birga. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. Podvalimizda tayyor 2 ta xonaga ajratib qo'yilgan. Bitta xonamizda холодная komnata uchun, bitta xonamizda bo'lsa uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamizda joylashgan. Binoyimizda pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga oppoq rangdagi shunaqa travertin ishlatilgan. Uyimizda yashash uchun tayyor holatda bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Hozir endi sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rib chiqamiz. Binoyimizga kirishimiz bilan shunaqa katta hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanniy zona qilib foydalansanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelli, faqat hol orqali kiriladi. Bu yerdan bo'lsa 2-qavatga chiqsa bo'ladi. 2-qavatga chiqishdan oldin men sizlarga 1-qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yishinglar bo'ladi. Bu yerga bitta mebel qilinsa bo'ldi, foydalanish uchun tayyor bo'ladi. Uyimizda shunaqa panorama romlarni ham ko'rishingiz mumkin. Oshxonamizning mana shu oynasi shundoq hovlimizga qaragan. Uyimizni hozir aytib o'tganimdek avtorskiy proyekt asosida ta'mirlangan. Devorlarimizga sifatli mo'yshiy aboy va attachento ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa katta zalimizda joylashgan. Bu zalimizning kattaligidan foydalanib bemalol bir qismini divanniy zona, bir qismini bo'lsa stol zona qilib foydalansanglar bo'ladi. Uyimizda shunaqa katta lyustralarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Videomiz davomida sizlarga orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda bo'lsa 1-qavatimiz uchun общий sanuzelimiz joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat oshxona va sanuzellarimizga bo'lsa konfel ishlatilgan. Binoyimizni isitish uchun to'liq iliq pol o'rnatilgan. Zinamizdan tagidan unumli foydalanib, kladovka qivorilgan. Bu yerda bo'lsa spanyamizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Hamma xonalarimizda shunaqa ochiq rangdagi sifatli eshiklarni va sifatli romlarni ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Atilab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Stol qo'yib, yoz issiq kunlarda dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi yoki sushka qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Binoyimizning orqa tomonidan ham ko'rinishi. Hozir endi sizlar bilan birgalikda 2-qavatimizdagi xonalarimizni ham ko'rib chiqamiz. 2-qavatimizda ham shunaqa chiroyli katta lyustralarni ko'rishingiz mumkin. 2-qavatimizga chiqishimiz bilan to'g'rimizdagi joy bo'lsa, ko'pchilik kelinlar xonani ichida dazmol qilishni unchalik yoqtirishmaydi. Joy egalari o'shaning uchun mana shu joyimizni dazmol qiladigan joy qilib qo'yishgan ekan yoki o'zingizlarning xohishingizga qarab bitta divan qo'yib, o'tirib dam oladigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. 2-qavatga chiqishimiz bilan koridor, 2-qavatimizdagi xonalarimizning hammasiga faqat koridor orqali kiriladi. Bu yerda bo'lsa 2-qavatimiz uchun общий sanuzelimiz joylashgan.
Hamma sanucularımızda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, kombinatsiya ishlatilgan. Bu yerda bitta spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizda shunaqa foto ob'oylarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Sizlar ham o'zingizlarning shaxsiy fikringizni bemalol kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi. Bu xonamizning o'zini shunaqa kichkina balkoni bor. Hovlimizning tepadan ko'rinishi. Bu tomondan ham chiqsa bo'ladi. Binoyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa родительская spalnyamiz joylashgan. Bu yerda shunaqa radiatorlarni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning o'zini alohida sanucoli bor. Aynan mana shu xonamizdan katta balkonga ham chiqsa bo'ladi. Hovlimizning tepadan ko'rinishi. Bu yerda iliq polli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa детская spalnyamiz joylashgan. Bu yerda ham shunaqa foto ob'oylarni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Bu yerda ham родительская spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning ham o'zini alohida sanucoli bor. Uyimizda hozir aytib o'tganimdek, yashash uchun tayyor holatda bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Bu yerda o'zini sanucoli joylashgan. Juda ham fayzli xonadon, hammamizga nasib qilsin shunaqa chiroyli uylarda yashash. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganingizdek, ikkita yonma-yon uy. Men sizlarga hozir o'ng tomondagi uyimizni video obzorini qilib berdim. Chap tomondagi uyimiz ham sotilyapti. Sotig'i ham, xonalari ham bir xil. Ikkala uyimizni ham tashqarisiga bemalol bittadan mashina qo'ysanglar bo'ladi. Ikkala uyimizni ham tashqarisiga shunaqa chiroyli qilib zeleniy zona qilingan, archalar ekilgan. Mahallamizda bo'lsa juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Videomizni boshida aytib o'tganimdek, masjidga ham yaqin joyda joylashgan 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Uylarimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uylarimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shunaqa dang'illama hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.